Bismillahirrohmanirrohim. Navbatdagi istiftoh duosi, ya'ni namozni boshlaganda Allohu akbar deyilganda sirli ravishda o'qilinadigan duo. Qarang. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin. Wajjahtu vajhi, yuzimni yuzlantirdim. Kimga? Lillazi fatara samawati val ard. Osmonlar va yerlarni yo'qdan bor qilgan zotga yuzimni yuzlantirdim. Hanif holatda. Hanif degani musulmon bo'lib, Allohga itoat qilib, shirkdan haqqa burilib, umuman shirkka qaramasdan haqqa, Allohga burilib, musulmon bo'lgan holatimda osmonlar va yerlarni yo'qdan bor qilgan Alloh taologa yuzimni yuzlantirdim. Va ma ana minal mushrikin. Men mushriklardan emasman. Inna solati, mening namozim, va nusuki, qurbonliklarim, ya'ni ibodatim, va mahyaya, tirikligim, va mamati, mamotligim, o'limim lillahi robbil alamin. Olamlar Robbi Allohnikidir. Hammasi Allohniki. Namozim, ibodatim, tirikligim, yashashim, hamma narsalar Allohnikidir. La sharika lahu, uni sherigi yo'qdir. Va bizalika umirtu, va men shunga buyurildim. Va ana minal muslimin, men musulmonlardanman. Allohumma antal malik, ey Alloh, sen maliksan, podshohsan. La ilaha illa ant, sendan o'zga haq iloh yo'q. Anta robbi, sen meni Robbimsan. Va ana abduk, men seni bandangman. Zolamtu nafsi, men o'z nafsimga zulm qildim. Ya'ni senga gunoh ish qilib, o'z nafsimga zulm qildim. Va ataraftu zambi, gunohimni tan oldim. Faghfirli zunubi jami'an, hamma gunohlarimni o'zing kechirgin. Innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Albatta, gunohlarni sendan o'zga hech kim kechira olmaydi. Wahdini li ahsanil axloq. Wahdini, meni xulqlarning eng go'zaliga hidoyat qil. Xulqlarning eng go'zaliga meni yo'llantirgin. La yahdi li ahsaniha illa ant. Sendan o'zga uni eng yaxshisiga yo'llantiruvchi yo'q. Wasrif anni sayyi'aha. U xulqlarning yomonini mendan burgin, mendan ketkizgin. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Uni yomonini sendan boshqa hech kim uni bura olmaydi. Labbayka va sa'dayk. Men senga tayyorman. Labbayka, men buyrug'ingga tayyorman. Va sa'dayk. Labbayka va sa'dayk, men seni buyrug'ingga tayyorman. Nima buyur men qilaman degan. Seni buyrug'ingga men hozir va nozirman. Wal khayru kulluhu biyadayk. Yaxshilikning hammasi sening qo'lingda. Biyadayk, sening ikki qo'lingda. Biyadik desak sening qo'lingda, boshqa rivoyatlar, lekin bu yerda biyadayk deyapti. Sening ikki qo'lingda. Wash-sharru laysa ilayk. Yomonlik senga emas. Ana bika va ilayk. Men sen bilanman va senga iltijo qilaman. Men sen bilanman, seni madating bilanman. Va ilayk, va senga iltijo qilaman. Tabarakta, sen muboraksan. Va ta'alayt, oliysan. Astaghfiruka va atubu ilayk. Men sendan istig'for so'rayman va senga tavba qilaman. Bu nima? Uzun hadis. Buni yodlab olsak juda ham yaxshi. Mana buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mana buni roviysi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Bu hadisda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohu akbar deganlarida shuni aytardi. Har xil qilib aytish inson namozda xushu qilishga, ya'ni zehnini bir joyga, faqat Alloh meni ko'rib turibdi deb turib, Alloh meni ko'rganligini tasavvur qilib, chin dildan o'qishlikka olib boradi. Ya'ni har xil qilib o'qish. Mana duo istiftohlarda juda ham inson o'zini namozda xayolini bir joyga qo'yib olishlik uchun har xil qilib o'qishi nihoyatda yaxshi bo'ladi.
Demak, bu sahih hadis. Endi esa keyingi duoni o'rganamiz inshaalloh.